gilamni qaysi darajada toza yuvishini mana shu video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Mana gilamimiz kelgan. Endi buni holati juda ham achinarli holatda deb aytmayman. Kakabishni hamma kir holatda beradigan bo'lsa, shu holatga kelgan, bu lekin o'zgaradi. Bu video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Mana bo'ktirib qo'yamiz. Keyin shampun ustiga quyganimizda, чтобы shampun zo'r singishi uchun ozgina mana shunday qilib o'zini holatiga обычный ustiga bo'ktirib olamiz. Kirimizni ketguncha o'tiramiz biz. Bitta o'tda bo'ldi emas, kir ketguncha o'tiladi bu apparatda. Gilamni tagiga shlangan qo'yib turib, suv haydab turib, va tagidan ham chiqqan kirlarni oladi. Xo'p, tagidan mana shlangan qilib turib, ustidan o'zimizdan maxsus shvabra deymizmi, suvni haydaydigan, cheklarni haydaydigan shvabrani kuch bilan tarib chiqaradi. Tagidan suv, ustidan shvabra. Nechinchi etapligi o'sha esimda ham yo'q. Mana ustidan yana bitta chay yuborish jarayoni ketadi. Mana gilamni ko'rib turibsizlar, ranglari ancha o'ziga kelgan. Ranglar tiniq bo'lgan. Endi o'zingizlar baho berasizlar, qay darajada yuvilganligi bo'yicha. Gilamimiz hozir quruq holatda. Olamiz, sushga qo'yamiz, quriydi xudo xolasa, bir sutkada primerni. И uni pardozlash bo'limiga o'tkazamiz, atirlash sepib, yaxshilab ufovka qilib, mijozlarimizni jo'natamiz.